U shunchaki prezident emas, butun bir millatning ramzi, arab dunyosining haqiqiy qahramoni Misr prezidenti Jamol Abdul Nosir edi. 1952-yilda yosh polkovnik boshchiligidagi Erkin zobitlar tashkiloti Misrdagi monarxiyani ag'darib, mustaqil respublika deb e'lon qiladi. Uning katta jasoratlaridan biri Suvaysh kanalini milliylashtirganligi bo'ldi. U g'arb davlatlariga yo'q deya olgan arab rahbarlaridan biri edi. U Misrni sanoatlashgan mamlakatga aylantiradi. Keyinchalik mana shu Jamol Abdul Nosirdan Muammar Kaddafi ilhomlangan. U tomonidan qurilgan Assuan to'g'oni Misr xalqiga ulkan sovg'a edi. Uning radio orqali bergan intervyulari Marokashdan toki Iroqqa qadar aks sado berar edi. 1967-yildagi urushdagi mag'lubiyatdan so'ng u hukumat tepasidan ketmoqchi bo'lganda millionlab misrliklar ko'chaga chiqib, uni hokimiyat tepasida qolishini iltimos qilgan edi. 1970-yildagi uning vafoti butun sharqni yig'latdi. Tarixda kamdan kam rahbarlar o'z xalqi tomonidan kuchli sadoqat bilan sevilgan.